Do'stlar, bugungi manzilimiz Frunze massivida bo'lyapti. Shundaqina sayohat magazini yaqinida joylashgan 4 qavatli uylarni 4-qavatida 2 xonali, 3 xonaga o'zgartirilgan, yangi remontdan chiqarilgan skvoznak kvartirada bo'lyapti. Tashqarida mashina qo'yishga joylaringiz ham mavjud. Yo'l bo'yiga atiga bir qadam. Shundaqina lokatsiya juda ham zo'r joyda joylashgan. Birinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Holatlari juda ham yaxshi holatda. Eng qizig'i isitish tizimlarigacha qilingan kvartira. Yorqin ranglardan foydalanib ishlov berilgan. Ko'rishingiz mumkin, ikkitadan batareykalar ilingan. Bu tomonda mana verandasini ko'rsatib o'tamiz. Ikkitadan batareykalar va bu tomonda 3 metrlik verandasi, romlari to'liq akfa romlarga o'zgartirilgan va oshxona bu tomonga ko'chirilib 3 xonaga o'zgartirilgan. Bu tomonda esa navbatdagi xonasi, ya'ni yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Shundaqina narsalaringizni olib kirib, ko'chib kirishga tayyor holatda. Batareykalar qo'yilgan, romlari akfa romlarda o'tganimizdek, skvoznak kvartira. Qishda issiq, yozda muzdek bo'ladigan kvartira mana shu bo'ladi, do'stlar. Bu tomonda esa oshxonani o'rni bo'ladi. Bemalol ikkita farzandingizga yotadigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonda esa tashqaridan kirish qismi koridor va bu yerda umumiy sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Aristonlar o'rnatilgan, batareyka bu yerga ham qo'yilgan, holatlari yaxshi holatda. Frunze massiv sayohat magazini yaqinida joylashgan 4 qavatli uylar 4-qavatda skvoznak 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan, yangi remont qilingan kvartira. Narxi esa $27,500 ga chiqmoqda. Albatta kam bor. Qiziqqanlar bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham zo'rlarini ilishda davom etamiz. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, ikkilamchi kreditga ham to'g'ri kelaveradi, bemalol murojaat qilaverasizlar.